Jasur ismini eshitganda hamma qo'rqmas deb o'ylaydi, lekin uning ichidagi haqiqiy kuchni hamma ham tushuna olmaydi. Arab tilidan kirib kelgan bu ism shunchaki botir degani emas. U har qanday to'siqni yorib o'tadigan, irodasi temirdan yasalgan inson timsolidir. Jasur ismli insonlar tug'ma yetakchilar bo'lishadi. Ular adolatsizlikka chida olmaydi va har doim o'z yaqinlarini himoya qilishga tayyor turadi. Ularning qalbida o'ta yuqori sadoqat yashiringan. Agar u sizni do'st yoki yor deb tanlasa, oxirigacha siz bilan birga bo'ladi. Psixologik jihatdan jasurlar tashqaridan juda qattiqqo'l va vazmin ko'rinsa-da, yaqinlari uchun eng nozik va mehribon insonga aylana oladi. Jasur bu hayot bo'ronlarida yiqilmaydigan mustahkam tog' demakdir. Ushbu videoni o'zingiz bilgan mard va jasur ismli insonlarga yuboring.